Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan 2026-yilda video nomidan o'qiganingizdek Yuanyapni, gibridmi yoki elektrosini qaysi birini tanlash kerak? Bu savolga javob beramiz va farqlari nimada? Hammasini bugun ko'rib chiqamiz. A'dan Yagacha yoqimli ishda ovqatlanayotgan insonlar uchun, ancha o'tirganlar uchun okalar oyog'inglar uvishib qolmasin. O'tdan chiqinglar. Biz esa sekin videoni boshlashdan oldin bitta narsani eslatib o'taman. Ushbu avtomobillar bizga BYD Qibray tomonidan berildi. Okalar, kerak bo'lsa, keyin undan keyin pastda nomerlarni qoldirib ketamiz. Обращаться qilsanglar, xudo xolasa bizning nomimizdan chiqsanglar, sizlarga bonuslarni cho'tki qilib beradi. Narxini tushirib beradi demayman, oka. Prosta bonusini yaxshiroq qilib beradi. Yolg'on gapirmayman, oka. Bonusini tako cho'tkiroq bo'ladi. Xudo xolasa biz sekin videoni boshlaymiz. Bir boshidan birinchi bo'lib elektro variantini ko'ramiz. Elektro varianti, ya'ni ko'rinish nisbatan farq qilmaydi deb o'ylayotganlar uchun bu narsadan sizlar adashasizlar. Eng katta farq bu yerda farasida, oldi tomonida, kapotida bo'lmasa ham, lekin bamferiga bitta kelamiz. Bamferi kelganimizda keyin xuddi shu joyimizda pastda kamera joylashgan bo'ladi. Va bu mashinada mana bunaqa joylarni ko'rib turibsiz, ya'ni kuzov rangidan emas, xrom elementlar qilib qo'yilgan. Yana oldi tomonda boshqa bu yerda ko'rinishi, ya'ni o'zgarish bermagan. Diskalarni bitta ko'rib olamiz. Bunda diskalarimiz bunaqa dizayn, ya'ni 16 razmer diska balon va shlifovka qilingan diska qo'yib qo'yilgan bunga. Bu yoq tomonlarimiz esa kraska qilinmagan, ya'ni plastik bilan jihozlangan bo'ladi. Bu nima uchun deganda, buni hammamiz yaxshi bilsak, lekin bitta eslatib ketamiz. Ya'ni bu avtomobillar o'zi crossover kuzovga kiradi. Subkompakt crossover bo'lgandan keyin yo'l tanlamas avtomobillarga o'xshab, ya'ni chuqurliklarda, keyin undan keyin yo'l yo'q, mana shunaqa dala joylarda ham haydasanglar bo'ladi. Endi puli sizniki-ku, mashinani sotib olasiz, xohlagan joyingizda haydaysiz, oka. O'shanaqa joyga, ya'ni chetlarda chaqib qo'ymaslik uchun, kraskani yulib olmaslik uchun tosh-posh teganda shu sababli qo'yilgan bo'ladi. Va bu narsamiz yonmaydi, faqatgina svet отражатель, ya'ni nur qaytaruvchi bo'lib turadi. Mashina kechqurun yosh bakovoy turganda bu kim kelib bermasin deb qo'yib qo'yilgan. Ko'rlik uchun qilib qo'yilgan bu narsa. Oldi tomonni ko'rdik, bu yoq tomonda farasini bitta to'xtalamiz. Yaqindan uzoqni yorituvchi chiroqlar xuddi shu joyda joylashgan bo'ladi va xuddi shu LED liniyamizni o'zi kunduzgi yorituvchi chiroqlar deyiladi. Endi esa gibridga o'tamiz. Endi esa gibridga bitta kelamiz. Gibridga kelganimizdan keyin bu yerda endi standartli gibrid emas, bu ozgincha tuning qilingan gibrid xatlar tuningni siz bu yerda BYD Qibraydan, misol uchun siz ham mashina sotib olsangiz, siz ham xuddi shunaqa tuning qildirsangiz bo'ladi. Oldi tomonlarimizda polni black piano qilingan va bu zavodskoy qanaqa o'zgarish bo'lgan, siz faralarda o'zgarish bo'lmasa ham, lekin xuddi shu joyimizda lidarni joyi qo'yib qo'yilgan. Bu yerda lidar yo'q, lekin lidar uchun joy qo'yib qo'yilgan. Bu angliskiy variantida lidar ham bo'ladi, meni fikrim bo'yicha. Kamera boyga past turgan kamerada tepaga ko'chib o'tgan, bamferda tepa qismiga ko'chib o'tgan. Shuning uchun bu yerda faqatgina bamferda farq qiladi. Boshqa farqi yo'q. Faralarda esa ko'rib turganingizdek hech qanaqa farqi yo'q va bu yerda yana bitta eng katta o'zgarishimiz diskada bo'ladi. Razmer o'sha bo'lsa ham, lekin dizayn bilan avtomobilning diskasining rangi ham o'zgargan va chiroyli bo'lib turibdi. Ko'rinish tomonlama boshqa bu avtomobillarda farqi yo'q, ya'ni misol uchun tepalarida, orqalarida farq bo'lmasa ham, bitta ko'rib o'tamiz desa, kerak emas, yo'q, bu yerda asosiy farqimiz salonning ichida bo'lib o'tgan. Avtomobilning saloniga o'tirganingizdan keyin sizni multirulni kutib oladi va multiruldan keyin mana yon tomonlariga bitta qaraymiz. Tepalarimizda koja, естественно, o'rtalarimizda ham koja va past tomon ham koja, bu yer ham koja. Eng past tomonimizda bu yerda plastik qilingan, oka. И также oyna tushirib chiqaradiganlar hammasi anatomik qilingan, qo'lingizni qo'yib ketgan sal teparoq qilib turiladi. Ya'ni bu qulaylik uchun qilingan, sizga meni qulayligim uchun. Yana bitta rulga qaytamiz. Ruldan bitta kichkina mana bitta tablochamiz turibdi. Bu tablo to'g'risini aytsam, hozirgi paytda ko'pchilik avtomobillarda yo'q. Buni to'g'ridan to'g'ri konkurenti Leapmotor C10 bor. C10 bunga qaraganda ancha gavno beradi. Bu nima qanaqa gavno? Prosta mana shu tablosi o'sha sal yomonroq. И также Dipal, yana buni konkurenti Dipal bo'ladi. S07 hozirgi paytda narx pashti bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni ular ozgincha qimmatroq, bu 22 ming tursa, ular 25 ming nech puldir? 25 ming kopeyka bilan Yusufda nech pul edi? 25 ming 225 ming uchun sotiladi. Ularda ham lekin polnoценный mana shu tabloyimiz yo'q. Bunda polnoценный tablo bor va tabloni tepasida chazorda ham bo'lmagan narsa kozirovka bor. O'rtada kichkina adashmasam 10 dyumli monitor qo'yib qo'yilgan. Monitorni, ya'ni sifati qanaqa deyotgan bo'lsangiz, sifati yaxshi oka. Monitor ishlashi ham yaxshi bo'ladi. Takже klimat kontrol boshqarish tizimi, hamma narsasi xuddi shu joydan bo'ladi. Bitta olamizni olib turib, bu yerda mashinada sideniyamizda ikkita oldi o'rindig'imizda faqatgina abagrev bor. Abduvga, undan keyin massaj tizimlari bu yerda естественно yo'q. Endi misol uchun abagrev, massaj
Prosta masaj Abduf bu narsa sal menimcha bu pulga to'g'ri kelmay qoladi. Bu yerda hozir bizdan O'zbekistonda bunaqa pulga narsa, ya'ni почти hech kim bermayapti. Adashmasam hech kim bermayapti masaj bor. O'rta tomonimizda беспроводный zaryadkamiz bor, keyin undan keyin barimizni ko'rib turgan bo'lsangiz ham barini o'zining dizayni bor va chiroyli qilib ishlangan. Past tomonda ham mayda-chuda tashab qo'ygan joylarimiz. Bu yerda ochganimizda juda ham katta bo'lgan podlokotnikning ichida, ya'ni joy bor, ya'ni bemalol bu yerda mashinada xohlagan narsangizni qilib ketishingiz mumkin. Bu yerda qarang, nechtami bu EV varianti, ya'ni elektrichka varianti bo'lgandan keyin dvigatel quvvati 175 ta ot kuchiga ega divodda. Dvigatel quvvati 175 ta ot kuchi. Yaxshi ekan akalar, 175 ta. Trekerlarda 136 ta, keyin undan keyin Leapmotor C16 da bilmayman, Dipal S07 da esa 225 ta shunaqa edi. Adashmasam unda sal ko'proq, narxi qimmatroq, takji unda ko'proq. Ochiq o'qib aytamiz, unda qaysi birida kam, qaysi birida ko'p. Bu mashinada eng katta plus tomoni, Dipalda ham boshqasida ham yo'q, eng katta plusini sizga aytib ketaman, keyin minuslarni ham sanab o'tamiz. Mashinada ofitsialni olganingizdan keyin garantiyasi bor. 8 yildan 6 yilgacha garantiya beriladi. Bu degani siz bitta misol uchun mashina olayotgan paytingiz bolali bo'ldingiz, u bola maktabga chiqayotganda, ya'ni farzandingiz maktabga chiqayotganda bu mashinaning garantiyasi tugaydi. Ya'ni birinchi sinfga chiqayotganda orqa tomonda obshivkasi qanaqa ekan deyotgan bo'lsangiz, orqa tomonda obshivka tepalari jostki, o'rtalari yumshoq, keyin undan keyin qo'lni mamnaqa qo'yadigan joylarimiz o'tda ham yumshoq qilingan. Faqatgina eng tepasida jostki plastik ishlatilgan, mana bu strochka qilib qo'yilgan. O'tda ham strochkasi bor, lekin u obmanka strochka deyiladi. Bu yerda chexol, hamma narsa o'zi taqilgan, lekin bu yerda perforatsiya qilingan, sidenyalar bilan jihozlangan. Tepalarimizda shishali tom. Buni selim ko'rdik. Takji mana o'rta tomoniga bitta taxmin beramiz. Start stopimiz, keyin undan keyin selektor AKPP, ya'ni o'sha PRNdagi o'tkazadigan joyimizda selektorda joylashgan bo'ladi va bu narsa qulay, bizga odatiy holda bo'lgan narsa. Endi esa gibridga o'tamiz. Gibridni ham saloniga bitta o'tirib oldik. Kalti bir xil, ya'ni elektro bilan gibridning kalti bir xil bo'ladi. Bu mashinamiz o'zi hozir ko'ramiz. Bu yerda nechta ot kuch deb yozgan ekan. Okay, shu narsa menga ham qiziq. Takji ekologik stiker ham bor. Okay, bu yerda o'tgan. Dvigatel quvvati 197 ta ot kuchi. Sizda bir xil pulga lekin gibrid olsangiz sizda 197 ta ot kuchi, unda esa 175 ta ot kuchi yozilar ekan, ya'ni tex pasportning o'ziga. Bu mashinamiz, ya'ni u o'tda turganimizda batareykasi, misol ularni keyin haydab ketayotganda gaplasharmiz. Bitta qaraymiz, okalar rulimiz bir xil, keyin undan keyin obshivkalarimiz ham bir xil, bo'tlarimiz koja, keyin undan yumshoq, pastlarimiz qattiq, lekin orqa tomon ham eng tepa mashinaga joyi qattiq bo'ladi, qolgan joylar hamma joyi yumshoq. Eng past tomoni qattiq. Faqatgina bu ya'ni qora salon qilingan uchun menga to'g'risini aytsam, buni saloni ko'proq yoqyapti, chim unga qaragan. Chunki bu brutalni qop-qorada. Endi misol uchun men qalbim ham qora, mashinani ham qorasini yaxshi ko'radigan insonman. Baribir hammaning ichi qoralik bo'ladi-ku, menda ham shunaqa ichim qora, qarochi. Mana bu qilamiz, bu yerda bitta telefon tashab qo'yadigan joy bo'lsa, bu yerda esa ikkita telefon tashab qo'yadigan joyimiz bor. Bittasi беспроводный zaryadkaga ega, bittasi esa prosta, ya'ni zaryadka qilinmaydi. Shundoq qo'yib qo'yasiz. Mana bu yoq tomonga qo'ysangiz беспроводный zaryadka ishladi, bu yoq tomonga qo'ysangiz prosta беспроводный zaryadka, prosta telefon uchun joy qilib qo'yilgan. O'rtadagi tabloimiz ham, bu yoqdagi monitor ham hammasi bir xil, ya'ni ishlash tizimi bir xil. Sidenyalarimiz ham, ya'ni ishlanilgan dizaynni hamma narsasi bir xil. Bu yerda, ya'ni salonda mana shishali tom, qolgan tomonlama gaplashadigan narsani o'zi yo'q, chunki rang nisbatan faqatgina farq qilmasa, qolgan vid tomonlama farq qilmaydi. Faqatgina o'rta tomoniga bitta kelganimizda, bu yerda ikkita podstakanlik bor, keyin undan keyin bu yerda PRNda gitaraga o'tkazilingan, keyin undan keyin esa mana shu o'rta qismidagi, ya'ni start stopimizda keyin har xil o'sha mod, pod, knopkalarimiz, avarinka knopkalarimiz bu yerda sal boshqacharoq qilib ishlanilgan. Unda esa sal boshqacharoq edi. Kimga qanaqa? Menga to'g'risini aytsam, o'sha bundan ko'ra men bunga ham o'rganib qolgan insonman. Chunki biz endi ko'p mashina obzor qilamiz, ko'p xitoylik mashinalar o'sha gitaraga o'tib ketgan. Oldin amerikanskiy avtomobillarda xuddi shunaqa gitarada bo'lardi. Hozirgi paytda Xitoy avtomobillarida ham ko'pinchasi gitarada. Nima uchun bu yerdan olib tashlanyapti? Chunki o'sha hamma narsa elektronniy ishlanyapti. Mana o'rtadagi narsa esa oldin primoy mana shu korobka bilan ulangani uchun xuddi shu o'rtada bo'lardi. Hozirgi paytda bu narsa kerak emas. Bo'ylab joy nisbatan yutish uchun xuddi shu joyga qo'yilyapti. Barini ichida bu yerda pechka konditsioner qilinadigan joy bormi, ya'ni havo uradigan joy bormi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, tak ochdik, qaradik, lekin meni qo'lim hali lekin u narsani ushlamadi. O'shaning uchun menimcha yo'q. Orqa tomonda deflektorimiz bor, естественно, bunda ham, unda ham, o'rta past tomonimizda mayda-chuda tashab qo'yadigan joylarimiz bor. Selim ko'rdik mashinaning ichini. Endi esa hozir shu ot kuchi ko'pligi farq beradimi, bermaydimi? Shuni ko'ramiz.
Tak, elektrichkani ham saloniga o'tirib sekin harakatini boshlaymiz. Qaranglar. Bu elektrichkamiz, xudo xolasa 45 kWh batareykasi bor. Boyaga aytganimdek 175 ta ot kuchiga ega. Mashina shahar ichida 405 km yuradi deb beradi. Lekin realniy probegi ochiq qilib aytganda где-то 350 shunaqa konditsioner bilan, keyin undan keyin pechka bilan yurganingizda 350 yuryapti deyapti. 350-320 deylik. Endi смотря shunda ham siz misol uchun gaz pedalini qancha bosishingizga qarab, agar siz gaz pedalini ko'proq bosadigan bo'lsangiz, unda mashina kamroq yuradi. Естественно bu narsa, chunki benzinli mashinada ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qancha siz gazni ko'p bosganingiz sari sizda shuncha rasxod ko'payib ketaveradi. Bu mashinalarda ham xuddi shunaqa. Yuvanap nima uchun Cobaltning o'rnini bosdi? Ya'ni уже bosdi akalar. Естественно, Cobalt даже bu Cobalt bilan taqqoslashtirib bo'lmaydi. Bu mashinani endi O'zbekistonda bizda shunaqaki, что bitta yaxshi mashina bo'lsa, o'sha yaxshi mashinaga hamma taqqoslashtiradi. Bu mashina Cobaltning nima uchun o'rnini bosdi? Chunki hadovoy, hozir mana ko'rdingiz, ya'ni prezdan o'tgan bo'lsa ham, lekin hadovoy yumshoq bo'lgancha bu narsani hech kimga sezdirtirmadi. Maza qilib o'tdi. Itakchi mashina og'ir bo'lsa ham, adashmasam zavod bunga 709 mi shunaqa bergan. 709 yura oladimi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, menimcha yursa kerak. Bundan oldin mana hozirgi paytda 66% zaryadkamiz bor va undan keyin avtomobilni hozir haydasak, sport rejimga olamizmi? Mod sportga oldik akalar, xudo xolisa. Bu yerda sportivniy normalniy, keyin undan keyin o'sha qor rejimlari ham bor. 4 ta rejimda mashinamiz harakatlanadi. Sekin bismillah deb shundan olamiz. Qani, qo'zg'alib ko'ramiz. 1, 2, 3 ketdi. Ketdi, xudo xolasa. Davay. 100. Necha sekundda chiqdi akalar? O'sha narsani kommentariyada yozib qoldiring, xudo xolasa. Mashina yaxshi aka, to'g'risini aytaman. Shahar ichi kira qilmoqchi bo'lsangiz, yo chista shahar ichida haydamoqchi bo'lsangiz, Yuvanap elektrodan yaxshisini hozir hech kim sizga, ya'ni taklif qilmayapti. Chunki bunaqa mashina boshqa hech qayerda yo'q hozirgi paytda. Bu mana shu video olinayotgan 2026-yilda xuddi shu narsa hech kim bermayapti. Sabab chunki mashina уже o'zini o'rnini bosdi va bu mashina 250 ming kilometr yurgan mashinalar ham haligacha hadovoylari qilinmagani bor. Kalotkani o'zi bilishingiz uchun, tushunishingiz uchun 120 ming kilometrda almashtirilyapti. Tak, qarang, bu yerda mana 266 million 700 da mashina. Tracker, tushunishingiz uchun 284 million shunaqa edi. Hozir bir qism, ya'ni 1-2 millionga adashishi mumkin. Lekin trackerning narxi ochiq qilib aytganda, u vashi nistoyish narx deyiladi. Chunki nima uchun deganda, mana mashinada 360 kamera bor, aka. Mashinada полноценный 360 kamera, 4 rejimda mashina harakatlana oladi. Mashina elektrichka, keyin bu yerda 1.5 atmosferniy dvigatel bilan qo'shib, keyin undan keyin elektromotor bor. Buni gibridi, BYDlarning gibridi nimasi zo'r degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, bu yerda parallelniy va undan keyin непосредственный gibrid deyiladi. Ya'ni bu ham batareykani quvvatlaydi, keyin undan keyin o'zi ham dvigatelga, ya'ni o'sha dvigatel DVS yurib ketayotganingizda, skorost baland bo'lganda, elektromotori, keyin uni batareykalarini kuchi yetmay qolgan paytda motorni o'zi ham yordamlashadi yurishga. Bu zo'r degan narsa, aka. Bunaqa texnologiya berayotgan. Misol, Lisanglarda bunaqa narsa bermaydi. Ochiq qilib aytaman, Lisangda, keyin undan keyin Dipallarga qaraganda buni ustunlik tomoni xuddi shu narsada. Chunki siz bu yerda faqatgina elektron o'zida emas, ya'ni benzinli motor o'zida ham bemalol harakatlana olasiz. Ani ko'pchilik aytadi-ku, 100 dan keyin ozgincha 10% zaryadkadan keyin toqqa chiqa olmaydi. Aka, ular yolg'on gapiradi. Chiqadi. Bemalol 10% zaryadka bo'ladi, qancha foiz zaryadka bo'ladi, chiqadi. Hadovoy tomonlama elektro bilan gibridniki hech qanaqa farqi yo'q ekan. Hozir mana, ya'ni xuddi o'sha prezdan o'tdik. Bu yerda 18 kWh batareyka bilan jihozlangan va summarniy ot kuchi bu mashinada 197 ta. Ya'ni ozginchaga ko'proq. O'shanda nechtaga ko'proq kommentariyada yozib qoldiring. 175 ta bilan 197 ta, bu yerda 197 ta. Farqi, asosiy farqi buni gibridligida. Qolgan hadovoy tomonlama, rul tomonlama, salon tomonlama unaqa farqi yo'q. Faqat buni angliskiy varianti biz obzor qilgan edik. Bu O'zbekistonda chiqadigan emas. Ularda misol uchun mana mashinalarda kameralari bor edi, keyin undan keyin oldida lidarlari bor edi. U angliskiy variant deyiladi va uni hidaplari ham bo'lardi oldida.
u angliskiy variant. Bizda chiqadigani именно mana shu hozir olamiz, olib turib bismillah qani ketdi. Ketdi, yaxshi, cho'tka ketyapmiz, cho'tka. 100. Qaysi birida tezroq bo'ldi? Elektrichkami yoki gibridmi aka? Mana yozing aka, qaysi biri? Ну по ощущениям, hissiyot bo'yicha bu undan ko'ra juda tez ham bo'lib ketmadi. Ну где-то 1 sekund emas. Shu 0,5 sekund adashmasam bu sal tezroq bo'ldi. Mana shu stopga qo'yingda, yana bitta orqaga qaytaringni ko'ring. Qaysi biri tezroq bo'ldi aka? Bu narsa chunki menga ham qiziq. Men montaj payti ko'rgan bo'laman. Ну lekin siz yozishingiz nima uchun so'rayman? Chunki video rekomendatsiya chiqadi aka, to'g'risida yolg'on gapirmasdan. И также siz qanchalik внимательный ekansiz. Chunki men bir xil insonlarni bilaman, videoni o'zidan toch uradi. Men hayron qolaman o'shanaqa odamlarga, qanaqa bunaqa uriladi aka, to'g'risini qilib aytganda. Mashina ikkalasi ham zo'r 2026-yilda plyus bo'lsa sotib olsangiz bo'ladimi yo'qmi degan. Plyus bo'lsa sotib olsangiz bo'ladi. Nima uchun bulardan imtiyozli kreditga bermayapti degan. Okey, buni shundoq ham misol uchun o'zi hamma yoqda 1 oy o'chirt bilan, ya'ni kutib olinadigan mashinalar. Chunki sпрос juda ham yaxshi, mashinalar o'zini rekomendatsiya qilgan va mashinalarda nima bo'ladi, o'zini klientning bazasi bor, fanatlari bor va xuddi shu mashinada million kilometr yursa ham bo'ladi. Chunki bu mashinalar 500 ming kilometrni ko'rmadim deb bemalol yura oladigan mashinalar. Buni Xitoyda elektr variantlari 500 mingdan, 700 mingdan yurganlari ham bor ekan okalar. Shunaqalar ham bor ekan, hali hech narsa qilmasdan, buzilmasdan yuribdi. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa dislike bosamiz. Bundan keyingi video qanaqa bo'lishini siz hal qilasiz. Mashina kerak bo'lsa BYD Qibraga kelasiz. Chunki endi videoda aytila olmaydigan ko'p bonuslari bor, ochiq qilib aytaman. U narsa yolg'on gapirmay hozir, lekin kelib turib telefon qilib bitta o'zi uchun qiziqing, boshqa joylarga qaraganda ham ancha ko'proq bonuslar beriladi. Xuddi shu mashinalarni sotib oddiy chexol emas, aka, u yerda ancha ko'p narsa beriladi. Xudo xolasa, aka, serizni ham nomer 1 hozirgi paytda bu gap emas, просто mana shu statistika bo'yicha BYD Qibrada seris nomer 1 bo'lyapti. Servis kerak bo'lsa ham BYD yuvanapingiz bo'lsa, o'sha yoqqa boring, garantiyasi bari uchib ketmaydi. Qayoqqa borishingizdan qat'iy nazar garantiya uchmaydi. Shuning uchun foydalanib qoling. Men sizga aytaman, aka, mujik, yaxshilik qilyapman. Xudo xolasa siz ham yaxshilik qilib like bosing, kommentariy qiling. Bundan keyingi video qanaqa bo'lishini hal qilib yozib ketishingiz esingizdan chiqmasin. Sog' bo'lamiz.